Всем привет, с вами Zamira. Hammaga salom, sizlar bilan yana men Zamira. Bugungi darsimizda притяжательные местоимения olmoshlarni o'tamiz. Mening akam, uning ruchkasi, bizning g'oyamiz deyishni o'rganamiz. Lekin birinchi darsni ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi darsda biz rodlarni o'tgan edik. Bugungi darsimiz sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun orqaga qaytib yana bir takrorlab olishingizni so'rardim. Bo'lmasa boshladik. Мужской род. Мужской род bizda undosh harfiga tugasa мужской род edi, i kratkiga tugasa мужской род edi va мягкий znakka tugasa so'zlar мужской род bo'lardi. Endi olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Ya это men, da, ты, sen, мы, biz, вы, siz, on o'g'il bolaga nisbatan u, ana qiz bolaga nisbatan u, они bu ular. Endi xuddi shunaqa mening, sening deyishni o'rganamiz. Agar so'z мужской род bo'lsa, masalan, mening akam demoqchi bo'lsak, aka, то есть brat, мужской род, shuning uchun moy bratni ishlatamiz. Moy bu mening. Xuddi shunaqa sening telefoning demoqchi bo'lsak, telefon мужской род, твой телефон, да? То есть bizning наш, sizning ваш, uning o'g'il bolaga nisbatan его, uning qiz bolaga nisbatan ее va ularning их. Endi kimning deb so'ramoqchi bo'lsak, мужской родda чей deb ishlatamiz. Misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mening akam, akam мужской род, мой брат. Sening choying, чай мужской род, твой чай. Bizning do'stimiz, наш друг. Sizning shartnomangiz, ваш договор. Uning uyi, его дом. Uning qalami, ее карандаш. Ularning ustozi, их учитель va kimning lug'ati чей словарь. Женский родni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xuddi shunaqa mening sal o'zgaradi. Rus tilida o'zi meningni 4 ta varianti bor-da. Moy, moya, moyo, moyi. То есть o'zbek tilida bitta mening bo'lsa, rus tilida shuning 4 ta varianti bor. Женский родda so'zlarimiz a ga tugasa женский род, ya ga tugasa женский род va мягкий znakka tugasa ham женский род hisoblanadi. Xuddi shunaqa mening demoqchi bo'lsa, endi mayani ishlatamiz. Мужской родda мой edi, женский родda моя. Xuddi shunaqa мужской родda sening твой, женский родda mana твоя. Bizning наша, sizning ваша, uning его o'zgarmasdan qoldi. Мужской родda ham его edi, bu yerda ham его uning o'g'il bolaga nisbatan. Dальше qiz bolaga bo'lsa ее, dальше ularning bo'lsa их. Misollarni ko'rib chiqamiz. Средний rodda ham olmoshlarimiz o'zgaradi. Мужской rodda mening мой, женский rodda моя va средний rodda моё. E'tibor bering, yozilishi моё bo'lgani bilan o'qilishi моё, da? Sening твоё, bizning наше, sizning ваше, uning o'g'il bolaga nisbatan yana o'zgarmaydi. Его, qiz bolaga nisbatan uning ее va ularning desak их. Savol beradigan bo'lsak, kimning joyi, место средний род, mana чьё местoni ishlatamiz. Misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mening olmam яблоко средний род, shuning uchun моё яблоко. Sening qaroring, твоё решение, bizning yig'ilish, наше собрание. Sizning so'zingiz, ваше слово, uning xohishi, его желание, uning sog'lig'i, ее здоровье va ularning elchixonasi, их посольство. Savol beradigan bo'lsa, kimning joyi, чьё место. Дальше. Endi множественное число bu ko'plik, то есть lar. Akalarim, do'stlarim, olmalarim demoqchi bo'lsak, уже ko'plik formasini ishlatishimiz kerak. Eslatib o'taman yana bir marta. Mening deydigan bo'lsak, мужской родda мой, женский родda моя, средний родda моё va ko'plikda mana мои bo'lib ishlatiladi. Masalan, mening do'stlarim demoqchi bo'lsangiz, мои друзья. Sening твои, bizning наши, sizning ваши, uning o'g'il bolaga nisbatan его, uning qiz bolaga nisbatan ее va ularning их. Kimning deb savol beradigan bo'lsak, masalan, kimning do'stlari desak, чьи друзья. Misollarini ko'rib chiqamiz. Misollarida masalan mening akalarim, мои братья, sening narsalaring, твои вещи, bizning mehmonlarimiz, наши гости, sizning maqolalaringiz, ваши статьи, uning tog'alari, его дяди, uning yangiliklari, ее новости, ularning urf-odatlari, их обычаи va kimning joylari, чьи места.
Дальше. Mana umumiy tablitsada ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya bu men edi. Endi meningni mana 4 ta varianti bor. Moy, moya, moyo, moyi da. То есть o'zbek tilida bitta mening bo'lsa, mening akam, mening do'stim, mening telefonimda, rus tilida shuni 4 ta varianti bor-da. Rodiga qarab o'zgaradi. Xuddi shunaqa sening tvoy, tvoya, tvoyo, tvoyi. Bizning nash, nasha, nashe, nashi. Xuddi shunaqa sizning vash, vasha, vashe, vashi. Xuddi shunaqa uning qaranglar rodiga qaramasdan, birlik ko'pligiga qaramasdan hammasi его bo'lib ishlatiladi. Uning o'g'il bolaga nisbatan. Xuddi shunaqa uning qiz bolaga nisbatan ее ishlatiladi va ularning их. Kimning deydigan bo'lsak ham mana o'zgaradi hammasi. Чей мужской rodga nisbatan kimning, женский rod чья, средний rod чьё va kimning ko'plikda чьини ishlatamiz. Endi Vash звездный час, конечно же, quyidagi gaplarni hammasini tarjima qilib, rodlarga e'tibor berib, mening, sening, uning hammasiga e'tibor berib, to'g'ri javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan men Zamira edim. До скорой встречи. Ko'rishguncha, пока-пока.